Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari, shuningdek Kirgiziston, Tojikiston, Ozarbayjon va Turkiyaga tez va qulay. Yaqinlaringiz Mir Privilegiy ilovasi orqali so'mda kartalarga yoki ofislarda naqd pul ko'rinishida qabul qilishi mumkin. Komissiyasiz, qulay kurs har qanday bank kartasidan o'tkazma qilish mumkin. 2024 promokodini ishlating va yanada ko'proq foyda oling. Mir Privilegiy banki. Eng yaxshisi faqat siz uchun. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Behzod Mamajonov, siz asr vaqti YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Mana shu temada ancha vaqtdan video qilgan yo'qdik. Mashinaga ko'payib qolibdi. Ya'niki Saxrovaga borib turib, kimdirni yakibi ekzamindan o'tkazib bergan muttahamlar bor ekan. Shular odamlardan 20 ming pul olib yo'q qolibdi ekan. Hozir men sizlarga qo'yib beraman. Kanalga obuna bo'lib, like bosib shu videoni tarqatib qo'yinglar. Moskva va oblastdan Grensiya chiqmoqchi bo'lsalaring, Orifjon akaga murojaat qila olasizlar. Mana komfort mashinalar odamlar jo'nab ketishyapti. Sizlar ham sog'-salomat xudo qolsa borib kelasizlar. Ekranda nomlarga bemalol telefon qilishlaring mumkin. Assalomu alaykum, yana bir bor. Shu desangiz, sizni nimadan bezovta qilyapman-da, masalan, yana ayolimni chaqirtirgandim O'zbekistondan. Esingiz bo'lsa, narigi profilimdan ham yozdim. Yo, Mamades masalan, shuncha blogerlar ichida siz javob berdingiz, masalan, hamma 3-4 blogerga yozdim, javob kelmagan. Bittasi aytdiki, imtihonga yordam qilamiz dedi. Mayli dedim. Qancha desam 20 ming bilan 0 dan o'tadi dedi. 20 ming rubl berasiz, umuman o'tib ketadi dedi. Mayli dedim. Kirib o'tirsa bo'ldi. Qaysi bitta odam borki 20 ming rubl pul berib, ekzaminga kirib o'tirsa bo'ldi. Nima itdagilar ishchi emasmi? Kamera, nazorat chiqqan narsa yo'qmi yo'qda? Degan edim, pulni o'tgandan keyin yo'q dedi. Biz ichkariga berishimiz kerak dedi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Xo'p dedi, unga berdim. Mana o'zi berganimga 2 hafta bo'lib qoldi. Bu haliganing o'tira olmaydi. Bu boshqa iloji yo'qmi uni pulni qaytarib olishni? Ya bir militsiyaga yozib bersam. Mana shu odamni mana yuborgan ovozli xabari sizlar qo'yib hamda video qilib tarqatmoqchimanki, odamlar ogoh bo'lsin. Agar shu odam bizni oldin telefon qilib bilganda edi, aytardikki, ekzamindan hech kim o'tkaza olmaydi. Bizning Telegram kanalida tayyor shablon turibdi, kirib o'rgansin xotiringiz, o'qiting, bir kun o'zingizga o'qiting, borib ertasiga topshiring, qabul qiladi, xudo xolisa o'tadi deb aytar edik. Lekin bizga bu odamlar hamma narsa bo'lgandan keyin aloqaga chiqqan. Ya'niki 20 ming rubl pulni berib muttahamlarga, undan keyin xotinni bir kamida 6 marta adashmasam bu odam olib borib kelgan. Har bitta olib borib kelgan yo'l-kiro, taksi puli, qorni va har bitta ichkariga ekzamen topshirish uchun 3800 pul to'laydi. Endi примерно 40 ming rasxod qilib qo'yapti o'sha. Patinni olmasdan turib. Keyin Rossiya yomon deydi. Rossiya kelishdan oldin xotiningiz kelyaptimi, otangiz, onangiz kelyapti, kim kelyapti? Tilni kamgina bo'lsa ham o'rgating. Mana shu tayyor YouTube'da bepul qo'llanmalar borki, ekzamindan o'tish. Kirib shuni har kun 2 soat, 3 soat yaxshilab qarab o'rgansa, punt bilan o'rganadi har bitta odam. Keyin mana qanday pullarni har bitta odam berib o'tirmaydi. Shuning uchun ogoh bo'linglar. Mana shu videolarni tarqatib qo'yinglar. Saxroda bo'lasizmi, Rossiyaning qaysi chekkasida bo'lasizmi? Moskva, Moskovskiy oblastida ekzaminni pulga sotib ololmaysiz. Va qanaqadir insonlar bor ekan, men lichni eshitdim, qulog'iga mikrofon tiqib olib kiradi. Agar o'sha yerda siz o'sha mikrofon bilan ishlab olsa, все, ketdingiz. Yo qamarib ketasiz, yo odam topib berish kerak bo'ladi. Shuning uchun bunaqa ishlarni iloji boricha qilmanglar. Qonuniy dokument qilib qonuniy yuringlar. Patent topshirish unaqa qiyin narsa emas. Biznikilar vahma ichkari kirsa qaltirab o'tiradi. U ham odam, u ham ishini bajaryapti. Prosta ishini bajaryapti. Femes xodimi. Femes xodimi degani bu xudo degani emas, birov undirib qo'yadi degani emas. U ham oddiy, misol bozorda sotuvchiga o'xshagan bir oddiy ishchi. Ishini bajarib o'tiribdi. Tolka uniki orqasida vlast bor, uni qanaqadir zashat qilishi mumkin. Shuning uchun femes kirganda chiroyli kiyinib, chiroyli muomala qilish kerak, bir yomon gapirib yo bir nima qilish kerak emas. Ekzamen kirgan vaqtda ham shu parta bo'lgan bo'lsa, partani ustiga hech narsa qo'yish kerak emas. Misol, mana qo'limda mikrofon bormi, shuni bir chiga qo'yib qo'yish kerakki, shu to'g'ri kelib
sizlarni ishtirok qilmasin. Yana bir marta kirsangiz 3800 pul to'lamang va bunaqangi va'dabot mashinalarga pul bermanglar. Shu Samarqand atrofida mashinasiga o'tkazib 1 soat dars o'tib 7000 pulingizni oladigan odamlar bor. Ular mehnatini qilib pulni olyapti. Ularga men hech qanaqa davoyim yo'q, bir narsam yo'q. Lekin qaysidir gruppalardan qayerdandir topadi ular. Biza Samarqandga ekzamenga yordam beramiz. Qanday qilib siz ko'rmagan odamga 20 pul berasiz? Qanday qilib u odam sizni ichkariga o'tkazib qo'yishi mumkin? Tasavvur qilasizmi? Ichkarida odam yo'q. 2024 bir narsa yo'q. 2024 dan buyog'iga pulga qilgan dokumentni umuman o'ylamaydi. Ya'ni imini mana shu ekzamen masalasini. Shuning uchun ogoh bo'linglar. Mana shu videolar foydali videolar. Bitta odam shuni ko'rganda edi oldin, ya'niki bu videoni ko'p chiqarganman. Ko'rganda edi 20 ming puli kissasi qolardi. Shuning uchun biznikilar laykni bosmaydi, qo'llab-quvvatlamaydi. Mana shunaqa kerakli mavzular qolib ketaverib, yarim yalang'och spid bo'lganlarni ko'rib, oxiri borib mana bunaqangi holatda bo'lib keladi. Bu odam unaqa demoqchi emasman. Yaqinda filmning ichida ikkita baland ko'rdim. O'sha yerning ichida turdovoy dogovor bor ekan, через telefon уведомление qilib berdim. Nimaga shu narsani ko'rmaysiz? Mesela men PUBG o'ynayman dedi. PUBG o'ynab shu kalla fikr xayol haqida dokumentlarni hamma o'ynash kerak-ku. Bitta holatni sizlarga oldindan chiqqan mavzuni aytib beraman. Sog' omon bo'lasizlar. Qo'lingizdan kelsa like bosib o'z muzbi to'jilarga tarqatib qo'yinglar. Ekranga nomer qoldirdim mana shu yoqda. Ishonchli chegara bor kelmoqchilar, ekranga nomerlarga telefon qila olasizlar. Po'rataka mana 1 yildan ishlayapmiz, Xudoga shukr. Bundan oldin bitta odam bilan ishlardik, u odamlarni 2 da yig'ib qichqirin kelardi. Bu odam har kun soat 11 da boshlaydi ishni, soat 2 da mashina xudo xolsa har kun chiqib ketadi. Bu yonda esa aviakassa, ishonchli aviakassa, siz O'zbekistonga ketyapsizmi, kelyapsizmi farqi yo'q. Yo'ldoshga telefon qilasiz. Yo'ldoshga aviakassasi metro Kankova 6-liniya 3-vixit kesalaring to'g'rida Burger King yonida Miratorg supermarket. Miratorg shuni kirsalaring ichkarida 10 qo'lda birinchi aviakassa. Kelib xolasizlar shu yerdan, xolasa ekranda 42 nomerlardan bemalol xarid qilishlaring mumkin va bu aviakassada bezlimit sim kartalar bor. Goslik bemitre bo'lsa, kelib shu yerdan bezlimit sim kartalarni xarid qilishingiz mumkin. Turdovoy dogovori bor, o'ydamni qila olmayapti. Mana o'rtaga nomer qo'ydim, telefon qilsalaring, o'ydamni qilishadi. Tayyor turdovoy dogovorni o'ydamni qilishga yordam beradi. Sog' omon bo'linglar, videoga like bosib faqat qo'yinglar.